Xo'p, sizlarda savol tug'ilishi tabiiy. Xo'p, shulardan masalan bilgan ekansan, qonun yo'qligini bilgan ekansan. Yo'q, qonun yo'q emas, mani nazrimda bor. Bu nima bilan? Korrupsiya bilan yonma-yon yuribdi. Ya'ni kerak bo'lsa, korrupsiya ancha tepada, oldinda yuribdi. Bosqilab, majaqlab o'tib ketyapti qonunlarni. Korrupsiya degan illat. Endi korrupsiyaga o'zlaringiz bilasizlar, hammasiga sababchi shu pora bo'lishi kerak bu yerda. Endi bu albatta taxmin ham savolim. Mana Oliy sud raisiga savol. Nimaga mani majburlab chiqarib yubordingiz? Nimaga xatimga javob bera olmayapsiz mana hozirgi kunga qadar? 30-yanvarda yozganman. Qani? Javobi qani? Agar odil bo'lsalaring, qonuniy ishlasalaring, o'zingiz aytdingiz o'sha qabulingizda. Man dedingiz, qonuniy senga javob beraman. Qonunda belgilangan muddatda boradi. Qonunlarda belgilangan muddat 1 oy. Boring yana 1,5 oy deylik. Mana qonundan chiqib turib, qancha bo'lyapti hozirgacha? 30-yanvar 25-yildan buyog'iga hisoblasangiz ham. Bu daraja men korrupsiya kuchayib ketganini bilmagandim. Bilganimda bunaqa chiqish qilib, bunaqa sarsongarchilik ham qilmasdim. Bunaqa sudni oldida yotmasdim oilam bilan borib. Kirib ketgan, vijdonlaring yo'qmi shunchalik? Yo bo'lmasa kimnidir buyrug'ini bajaryapsizlarmi? Olib yuringlar qo'llaringga shapotday bir yarim varaq. Endi men o'zimni maqtab yo bir namuna qilmoqchi emasman. Bizlar ham vaqtida davlat nimasida ishlaganimizda xizmatida. Bitta varaq yozib qo'yganman, ariza. Noqonuniy buyruq tushdimi, bajarishga majbursan deydigan joyga arizani ko'rsatib, mana men ketaveraman unaqada bo'lsa deb ko'rsatardim. Ana men xizmatdoshlarim, ko'pchilik xizmat qilganlar kuzatib o'tiribdi ko'pchiligi. Ana aytsin o'zlari. Shunday tashlaganman arizani. Kerak emas menga. Lutchi kamroq pul olay, borib Rossiyada ishlay, kerak bo'lsa g'ish qo'yay uyga kirib. Halol mehnat qilay, lekin yarim vijdonim toza, bir vijdon azobida bir umr o'tib ketmay keyin. O'sha shu boshida ham aytganimdek, 3 ta taxminim bor bularga, 3 ta savol ham desa bo'ladi buni. Shunchalik vijdonsizmisizlar sizlar? Sudyalar. Men sudga ishonuvdim. Odilona ko'riladi, vijdonan ko'riladi. Prezidentni minbarda aytgan gaplari qayerda qoldi 2018-yil? Turg'izib qo'yib, Oliy sud raisidan tortib prokuror, ichki ishlar vazirigacha. Ichki ishlar ko'makchi ekan ishni yopti qilgani. To'g'ri, vijdonlari bor, juda kam. 2% ham deyaveraylik, ana 100% deb oladigan bo'lsa, ichki ishlarni. Prokuraturani-ku aytmay qo'yaraylik. Qonun himoya qiladigan nima tashkilot, qonunni buzadigan tashkilotga aylanib ketishigacha kelgan. Shunaqa bo'lib kelgan darajagacha. Nima ahvol bu? Ezildi-ku xalq. Mana kommentariyalarni o'qinglar agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam. Aytishlaring mumkin, qonunan xalqning nomidan gapirishing mumkin emas. Men mening ham o'zimni fikrimni aytyapman. Xalq nomidan gapirishga ham, murojaat qilishga ham haqqim bor bunday qaraganda. Rezervchilar to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan bu mamlakat xavfsizligi bo'yicha. Mamlakat deganda kimlar kiradi? Hamma kirib ketadi ichiga. Hudud kiradi, xalq kiradi ichiga. Xavf ostidamizku. Bizga tashqaridan hujum bo'lmaydi hech qachon, shunaqa deb o'ylayman. Qurolli kuchlarimiz yetarli kuchga ega. Ichkaridan bo'lyapti-ku hamma narsa, ichkaridan chira bo'lyapti-ku. Bechora o'lib ketyapti, tushunmaydigan o'lib ketyapti, puli yo'q o'lib ketyapti, puldorlar urib-urib uyini tortib olyapti. Undan foydalanyapti, kerak bo'lsa ota-ona o'z o'g'illarini shunaqa qilyapti mana. Bitta men emas, o'qinglar mana. Ko'ringlar, kommentariyalarga kiringlar. Bu mavzuni men ko'tarmoqchi emas edim. Mayli, men ota-onam uchun, boshqa uchun jon kuydirib, jon berishim ham mumkin. O'lib ketaveraman. Ertaga meni orqamda mana bu norasidalarga kim nima qiladi? Kim men prosentga olib turib qarz qilgan nimalar, prosentlarim yopadi? Narigi dunyoda hisob-kitob qilamizmi shular bilan endi? Nimaga kerak bu dunyoda orttirgan bir lashlushlarimizni u yoqqa olib borishdi? Bu yoqda naborot qilgan xatolarimizni to'g'rilab turib, narigi dunyoga bir toza bo'lib borishimiz kerak emasmi? U dunyoda savol-javob qilamiz balobatda. Xudo biladi u yoqda qanaqa savol-javob bo'ladi. Hech kim o'lib tiralgani yo'q.
Oliy sud raisi mana qancha vaqt o'tdi. Bering menga o'sha nimani, arizani javobini. Yozma ravishda qo'limga bering. Men o'zim bilaman nima qilishligini qonun bo'yicha. Qonun peshvosisiz-ku siz. Vakolatni prezidentimiz berdi-ku sizga. Foydalanmaysizmi bulardan? Aytyapman, 3 ta savolim bor sizga. Tepadan bosim bo'lyaptimi sizlarga? Kim qilyapti o'sha bosimni? Ya kelishib oldilaringmi davlat xavfsizligi bilan? Ya bo'lmasa pora oldingizlarmi otni kallasida? Nimaga 150 ta modda buzilyapti ko'rmayapsizlar? Men tan jarohati olyapman oilam bilan birga, menga 109 qo'llab qo'yapti xodimlaringiz. Sudyalaringiz. Ichki ishlar-ku вообще 277 qo'llab yuboryapti. Jabrlanuvchi deb kelyapti-da, tergovni yopishiga 3 kun qolganda, 2 kun qolganda majburlab olib borib turib, urib 15 ta milisa, o'lib ketlaring senlar milisa bo'lmay. Ichki ishlar xodimlari. Sudrab bu yoqdan bu yoqqa Kaleskada turgan xolimga bitta dejurniy advokat bor, G'ayrat degan Toshko'pirda. Hamma taniydi buni. Ofisi o'sha parkda oldida. Hokimiyat ro'parasida. Avval prokuraturada ishlagan ekan. Qaysi vijdon bilan yuribsan sen, G'ayrat? Yoshing katta bo'lsa ham sizlashga noloyiq odam bu. Ichki ishlar o'tiribdi-da. G'ayrat aka, ayting bunga, men hozir operatsiyadan chiqdim, ruhiy holatim ham joyida emas. Men hozir savol javobga nima emasman desam, yelkasini qisyapti. O'lib ket undan ko'ra, o'lib ket, o'zingga go'r qozib ko'm o'sha yerga o'zingga. Tergovchi bo'lsa, Kaleskani ushab o'ynab yotdi u yoqdan bu yoqqa. Atayev degan mayor. Qo'shko'pir tuman G'azovat mahallasidanmi, qayerdan? Ehtiyot bo'linglar. Xalq ko'ziga ko'rinmay yuradi bu bola. Ko'rmaganman men. O'sha yerda 2-3 yil yashagan bo'lsam, pensiyaga chiqib borib. Agar bor yosh vaqt ko'rmaysan degan taqdirda ham. Qochib yuradi bular. O'ldirib qo'yadilar buni agar menga o'xshagan bittasi ko'chada ko'rib qolsa. Kaleskani o'yin. Yana chiqarib o'rayotganda Doniyor aka ertalab istiqbollarni aytib, bu duolarni o'qishingiz kerak. Sen o'qishing kerak u narsani aslida. Ya'ni qilgan gunohlaring uchun kechirim so'rashing kerak. Istiqbor o'qib turib. Nima jinoyat qilibman yo nima gunoh qilibman asoslab bera olmading 4 oy ichida. Video kamera ishlaydimi, sudda ko'rib olamiz dedik, sudya ham u kamerani olib keltirib ko'ra olmadi. Sababi sudyaga telefon bo'ldi o'sha yerda, sud prosess jarayonida. Kim telefon qildi? O'shani aniqlik kiritaylik. Oliy sud raisi Baxtar Islomov. Kengashga endi gapirmay qo'yaveray. Kengashga 1000 marta borib, boyagi asoslarigacha ko'rsatdik. Mana ayolim homilasigacha tushirdi bular. Arizani qaytarib oldi. Yarashinglar deb majburladi bizani sudyalaringiz. Sababi ikkinchi taraf jinoyatchilar yaxshigina og'zini yopib qo'ygan. Yarashtirib bering deyapti. Kechirim so'rashga g'urur yo'l qo'ymayapti jinoyatchilar. G'ururli-da ular. Lekin g'urur yo'l qo'yadi. Mendan ham oldin ammasini, dadasini, ammalarini uyini tortib olgan. Bularning g'urur unga yo'l qo'yaveradi. Ikki bukilib salom beradi, mana bunaqa qilib turib kelib. Kuch ishlatar tizimga. Nima uchun? Orqa loyda qonuniy bo'lsang go'rday bir, gavdang ko'tarib. Erkak bo'lmay qollaring. Kecha fuqarolik sudi bo'ldi. Onlayn orqali o'tkazyapti. Men bu pulni to'la olmayman. Uyimda nogironim bor. Ertaroq qayerda edi kallang sani? Menikini to'la olmabsan mayli. 5 ta, 6 ta odamni shunaqa qilib kelgan ekan bular. Erkak bo'l, bir o'zing urish, balo bormi bilan 7-8 ta bir kishini urib. Hayfsandagi erkaklarga. Qanday yer ko'tarib yuribdi bular? Ayt shunchalik zo'r sportsmen bo'lgan ekansan. Lopma-lop tur. Duh bo'lish kerak odamda sportdan oldin. Urushasanmidi? Ana Qo'shko'pirda Xorazm tilida aytadi, qum deydi. Cho'lab borib urush. Gapni o'rtasida tiqib tashamasdan, urib tashamasdan. Bu nomard ishi bu. Ko'chaniski bunaqa bo'lmaydi. Ko'chaniskilar ham ko'rganmiz o'zimiz. Sportsmen dastoyin bolalar chiqib turib urushadi lopma-lop. Ringga yoki matga chiqib turib kurashadi. Yana
gapida biza ko'chani hech kimdan bir narsani ko'rganmiz, sudni ham oxirida nima bo'lishigacha bo'lamiz va bilamiz. Arizangizni qaytarib olsangiz oling deb tahdid qilib ketyapti. Bansiya tushgan joyimda. Sen odam bo'lsang bilan shu ishni qilib qo'ydingmi? Kelib turib bilmasdan nima qilib qo'yibman deb. Kechirimingni so'ra undan ko'ra. To'g'ri, kechirim so'radi. Kim uchun ekan u? Ota-onam uchun ekan. Bobosi buvisi uchun kechirim so'rabdi. Keyin mana bu ahvolga tushib qoldim men. Buni pulini to'la deb aytmayman-ku men ham. O'zi aqlli inson bo'lsa, betdan boshlaydi. Yetkizgan jarohatidan. Jahlim chiqib ketdi. Kechirim so'ramaydi erkak kishi avvalambor. Kechirim so'raydigan ish qilmaydi erkak kishi. Qildingmi javobini berish kerak. Javobini berishni bilish kerak. Men senlar o'rningda bo'lganda kelib turib, qancha ketadi, nima ketadi, yordamini beramiz. Endi bo'ldi. Bo'ynimga bilmay yeb qo'yibmiz shu bo'qdi deb aytish kerak edi bular. Uzr, qo'pol nima qilib yuborganmiz ishlatib. Sudga aytsa yopib tashlaydi, balo qilib tashlaydi demasdan. Mayli yutdik ham deylik, mana men sen bilan o'ynashganimmi, yutibmi? Qayergacha borasan? Baribir uni qil ko'prigida o'tolmaysan-ku, o'lib ketganingdan keyin. Do'zaxga yo jannatga tushishing uchun avvalambor uni Ziroat ko'prigi deydimi, o'sha ko'prikni o'tolmaysan-ku birontang senlar. Endi xudo biladi, bizlar ham o'tolamizmi yo'qmi, lekin sallachalik, pastchilik qilganim yo'q shu paytgacha men. Hayf sallaga.